Asalari daraxti haqida eshitganmisiz? Aytishlaricha bu daraxt Janubiy Koreya va Xitoy davlatlarida Evodia nomi bilan tanilgan. Inglizlar esa uni asalari daraxti deb nomlashgan. Buning sababi daraxt gullagan vaqtda uning atrofidan asalarilar arimaydi va bitta voyaga yetgan daraxtdan 60 kilogramdan 90 kilogramgacha asal olish mumkin ekan. Endi bu daraxt O'zbekistonda ham ekila boshlaydi. Boisi mamlakatimiz amaliyotida yangi bo'lgan ushbu nav asalari daraxti nomi bilan davlat reyestriga kiritildi va barcha hududlarda ekish mumkin degan xulosa berildi. Yangi O'zbekiston gazetasining navbatdagi sonida ayni mavzuda qiziqarli maqola e'lon qilindi. Unda asalari daraxtini yurtimizga olib kelinishi, uning iqlim sharoitimizga moslashtirilishi, tajriba sinov ishlari hamda uning o'ziga xos xususiyatlari haqida maqolada yoritiladi. Bu yerda yozilishicha, ushbu yangi daraxt turini o'rganish ishlari 2020-yilda boshlangan. Xorijda Evodia nomi bilan tanilgan daraxt urug'lari ilk bor yurtimizga uzoq yillik tajribaga ega dorishunos, sog'liqni saqlash a'lochisi Anvar Ibragimov tomonidan olib kelinib, iqlim sharoitimizga moslashtirildi va in vitro usulida ko'chatlari tayyorlandi. So'ng yurtimizning turli hududlarida ekib ko'rilib, aynan iqlim sharoitimizga mos kelishi, haqiqatan asalarilar uchun juda yaxshi oziqabop o'simlik bo'lishi amaliyotda sinovdan o'tkazildi. 2026-yilda esa ekish mumkin bo'lgan o'simliklar sifatida davlat reyestriga kiritildi. U xushbo'y forga ega, manzarali ko'rinishdagi daraxt bo'lishi bilan birga, o'zida juda ko'p nektar shiri to'plashi bilan ajralib turar ekan. Manbalarda o'simlik gullagan vaqtda 1 gektar maydondan 6-8 tonnagacha asal olish mumkinligi yoziladi. Bu bugungacha mavjud shu turdagi o'simliklardan olinadigan asal miqdoridan bir necha barobar ko'p degani. Masalan, 10 gektar lipa daraxti maydonlaridan olinadigan asalni 1 gektar Evodia daraxti maydondan olish mumkinligining o'ziyoq noyob o'simlikning qiymatini ko'rsatib beradi. Afsuski, shu vaqtga qadar yurtimizda bu daraxt ustida deyarli tadqiqotlar olib borilmagan va o'rganilmagan. Anvar Ibragimov ayni shu jihatlarga e'tibor qaratib, bu daraxtni asalarilar uchun oziqa manbai sifatida yurtimiz sharoitiga moslashtirishga erishdi. Maqolada yozilishicha, asalari daraxti 4-5 yilda gulga kiradi. Tez o'sadi va bo'yi 8-15 metrgacha boradi. Mayda, oq, xushbo'y hamda to'p gullari nihoyatda chiroyli manzara hosil qiladi. O'zidan ko'p miqdorda kislorod chiqaruvchi daraxt ham hisoblanadi. Daraxt turiga qarab iyundan oktyabr oyigacha davrda gullaydi va 1 oy davomida gullab turadi. Qolaversa, uni o'stirish va parvarishlash ham unchalik murakkab jarayon emas ekan. Suvsizlikka chidamli va tuproq tanlamasligi ham bizga qulay hisoblanadi. Shu jihatdan asalari daraxtini shahar sharoitida ham bemalol o'stirish mumkinligi aytilmoqda. Ahamiyatlisi, bu daraxtning o'zi ham shifobaxsh xususiyatga ega. Gulidan tashqari tanasi va barglaridan davolash maqsadida foydalanish mumkinligi yozilgan. Asosiysi, yurtimizda asalarilar uchun oziqa manbai yaratish va katta miqdorda shifobaxsh asal olishga xizmat qiladi. Shunday qilib, joriy bahor mavsumidan boshlab yurtimizda ilk bor yangi nav asalari daraxt ko'chatlarini ekish boshlanadi va yoz oylarida ularning ilk gullarini ko'rishimiz ham hech gap emas. Ta'riflanganidek, daraxt gullari juda go'zal va xushbo'y forga ega bo'lsa, bu nafaqat asalarilar uchun oziqa manbai, balki tabiat uchun o'ziga xos o'simlik va odamlar uchun estetik zavq bag'ishlay oladigan kislorodga boy daraxt turi sifatida ham ommalashishi shubhasiz.